Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 6. bab. Bu iş ahiri yüz berdi. O kütken uçur ahiri keldi. O özünü bütün hayatıda dal mana şu daqiqani kütüvatqandek oylaydı. O ministerlik binasının içindeki koridorda meňiwatatdy. Dal Julia onun xatni bergen yerge yaqinlashganda, keyindin özüdün qomatlik bir adamның keliyotganligini sezdi. O adam boşqina birini yo'taldi. Aniqki, bu adam Winstonga gap qilmoqchi bo'layotdi. Winston birdilla to'xtab, keyniga buraldi. O O'Brien edi. Ular oxiri darqamti bo'ldi. Qiziq yeri Winstonning kalasiga darhol qechib ketish keldi. Onun yuragi qepidan chiqib ketadigandak sakrab ketdi. U gapni qilolmay qoldi. O'Brien bo'lsa qadamini to'xtatmay davomliq mengayverdi va do'stonlik bilan Winstonning qo'lini tutdi. Shuning bilan ular qatorlashib bilmadi. O'Brien boshqa ikki partiya a'zolaridan olayda farqlanadigan bir xil adab, sipoyilik bilan so'zini boshladi. Men siz bilan paranglashadigan bir fursatni kutib yurgan edim. Aldınqı kuni men sizning Times gazetida e'lon qilingan yangi til haqidagi bir maqolangizni o'qidim. Qarasam, yangi tilga ilmiy nuqtadan xeyli qiziqadigandak qilasiz, dedi O'Brien. Winston sal o'ziga kelib, ilmiy deb ketgili bo'lmaydi. Men faqatla bir ishdan sirtqi yozuvchi. O men to'xtaladigan temamo emasdi. Mening tilning qurilmasi to'g'riliq tuzuk amaliy ish qilib baqqanmi yo'q. Amaliy ish qilib baqqanimmi yo'q. Ammo uni noit inchkilik bilan yozibsiz, dedi u. Bu mening qarshim emas. Men yaqinda sizning bir do'stingiz bilan paranglashdim. U dal mushu sohaning mutaxassisi ekan. Hay, ismini esimga ololmayapman. Winstonning yuragi azobdan chimmidi qildi. U aniqki Soyimning gapini qilyotdi. Ammo Soyim o'lib qolganli bo'lmasdan, uning barliq izlari yo'qotilgan. To'liq parga aylantirib etilgan edi. Uni bilingidak darajada ima qilish yoki tilga ilish o'limdan derak beradi. O'Brienning bu gapi uningga berilgan signal edi. İdeya jinoyatining kichkina alomati bilan o'rtaqlashish orqali bu ikkilan hozir til biriktiruvchilarga aylandi. Ular koridorda asta qadamlar bilan meňiwatatdi. Biroq O'Brien to'xtadi. U ko'zoynagini o'ngshab qo'ydi. Nemishqikin u bu harakatni to'liq sipoya yiqimliq qiladi. Hatto mushu harakati bilan odam uni o'z bilib ehtiyot qilib yurmaydi. O'Brien so'zini davomlashtirdi. Mening asli demakchi bo'lganim shuki, siz maqolangizda unutilib ketay degan ikki so'zni ishlatib ekansiz. Albatta, u mush yaqinda chiqqan maqolangiz ekan. Yangi til lug'atining 3-nashrini ko'rdingizmi? Yo'q, u texi chiqmagandi. Bizning boshqarmada texi 9-nashrini ishlatyapmiz. 10-nashri texi necha oydan keyin aran chiqamiki? Bir qancha sinoq nusxasi ikki qismda tarqitildi. Menda biri bor. Agar qiziqsangiz ko'rib boqasiz. Albatta, shundoq bo'lsa texim yaxshi bo'ladi, dedi Winston gapning nega ketayotganligini pamdab. Lug'atdagi ba'zi o'zgarishlar xilli cho'ng, o'zgachilik bor. Fe'llarning oziyish masalasiga qiziqsiz-ku deyman. Sizga uni biraylandan avatsam bo'larmi? Hay, men bundaq ishlarni to'liq unutib qolaman. Ya sizga qulay biror vaqtda mening turalg'imga berib olib ketamsizkin? To'xtab turing. Men sizga adresimni beray. Ular ekranning oldida turadi. O'Brien to'limi bemalol yonchug'ini oqtirib, seriq ranglik bir siyoh qalam bilan xurum qaplaq kichik bir xotirani oldi.
u dal ekranning ostida bo'lib, ekran tarafda turgan har qanday odam uning nima yozayotganligini aniq ko'ra oladi. U xotiriga bir adresini yozib, uni yirtib Winstonga berdi. Men odatda kashki taraflarda uyda bo'laman. Kash taraflarda uyda bo'laman. Navod bo'lmay qolsam, mening xizmatchim sizga lug'atni berib qo'ydi, dedi O'Brien. U ketib qoldi. Winston qog'ozni siqimdig'ini chiqardi. Bu qitim yo'shirishning hech qanday hojati qolmagan edi. U qog'ozdagini obdan yodlab oldi. Bir necha soatdan keyin u buni boshqa qog'oz parchalari bilan birga xotira to'shig'iga tashlab ketdi. Ular bir-biri bilan aran 1-2 minutla paranglashdi. Aniqki, bu Winstonga adresini bildirib qo'yish uchun u oldin planlagan ish edi. Mushundaq qilish zarur edi. Chunki bevosita so'rmog'icha boshqalarning adresini, nerda turganligini bilgili bo'lmaydi. Bu yerda adres xotirasi deydigan narsalar yo'q edi. Men bilan ko'rishmoqchi bo'lsangiz, meni bu yerdan topa olasiz. O'Brien uningga mushundaq degan edi. Ehtimal lug'atning ma'lum yerda yo'shirib qo'yilgan biror uchur bo'lishi mumkin edi. Biroq qandaqli bo'lmasin, bu ish aniq bo'ldi. Ya'ni Winston azaldan o'ylab kelgan shu ishlar haqiqiy edi. U mana endi u ishlarning yip uchini topdi. U hamon bir kuni O'Brienning o'zini chaqirdiganligini biladi. Aniq jazm qilolmasa-mu, u balkim ata yoki uzoq vaqtlardan keyin mushundaq bir ishning yuz berdiganligiga ishonadi. Hozir bo'layotgan ishlar faqat burunla ko'milib bo'lgan urug'larning bixlari edi, xolos. Uning tunji qadami isyonkor o'ylab bo'lsa, keyingi qadami xotir yezish bo'lgan edi. U ideyadan so'zga o'tgan edi. Mana endi so'zdan harakatga o'tyotdi. Eng oxirgi qadam bo'lsa, jazman shafqat ministerligida yuz beradigan ba'zi ishlar edi. Winston beshiga keladigan bu muqarrarliklarni qabul qilib bo'lgan edi. Ishning oqibati allburun boshlanishning ichiga ko'milib bo'lgan edi. Biroq bu oqibat vahimalik, qo'rqinchli edi. Xuddi yerim o'lgandek, u ajalning ta'mini balduroq tetig'ashtiradi. U O'Brien bilan so'zlashayotgan va deyilgan gaplarining ma'nosiga yetgan shu daqiqada muzdek bir vahima uning butun vujudini chulg'ab olgan edi. Uningda o'z qabrisiga yiqilishayotgandek bir tuyg'u bor edi. Garchi u qabrisining yiqildi yerda ekanligini aniq his qilib, bilib bo'lgan bo'lsa-mu, bu vahimalik tuyg'u yanala uni qiynaydi.